Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: hech kimdan hech narsa so'rama, agar qamching yerga tushib ketsa ham, dedilar Rasululloh. Qarang, birovdan bir narsa so'rashlikda qanchalik bir nodurust ekanligini Rasululloh aytayaptilarki, hatto qamching tushib ketsa ham shuni olib ber demagin. Tushib o'zing olgin. Shu ham odamlarga o'zini muhtoj qilib ko'rsatishlik o'tib qolar ekan. Xuddi mana shuningdek o'zi uchun, ahli ayollar uchun va qarzi bo'lsa, qarzi uchun harakat qilib pul topishligi farz-i kifoya deyiladi. Ya'ni har bir kishi uchun farz. Demak, loqaydlik qilmas ekanmizda, oila bola chaqamiz bormi, harakat qilar ekanmiz. Buni Alloh buyurib qo'ygan, Allohning amri, ularning nafaqasini qilish. Bor falonchi qarindoshing bersin, otang bersin, onang bersin desak gunohkor bo'lar ekanmiz. Chunki farzni bajarmagan bo'lar ekanmiz. Agar banda mana shu yo'lga o'tib qolsa, odamlardan so'rayversa, har deb so'rayversa, Alloh taolo unga kambag'allik eshigini ochib qo'yar ekan, faqirlik eshigini.